2026 yilgi Chevrolet Lacetti avtomobili. Bu yangilangan dizayn, zamonaviy texnologiyalar va ishonchli ishlashni o'zida mujassam etgan sedan bo'lib, byudjet toifasidagi xaridorlar uchun ayni muddao. Chevrolet kompaniyasi Lacetti modelini o'rta sinf avtomobillar orasida doimiy raqobatbardosh bo'lishi uchun qayta ishlab chiqdi. Ushbu model o'zining nafis ko'rinishi, qulay saloni va samarali dvigateli bilan ajralib turadi. Keling, Lacettining tashqi ko'rinishi, ichki jihozlari, texnik xususiyatlari va narxi haqida batafsil gaplashamiz. Avvalo, tashqi ko'rinishga e'tibor qaratamiz. 2026 yilgi Lacetti yanada jozibali va zamonaviy dizayn bilan taqdim etilgan. Old panjara yangicha, keng va xrom elementlar bilan bezatilgan bo'lib, avtomobilga kuchliroq va zamonaviyroq qiyofa bagishlaydi. Oldi faralari LED texnologiyasiga asoslangan bo'lib, tuni-kun yaxshi yoritish imkonini beradi. Kunduzgi chiroqlar ham LED bo'lib, xavfsizlikni oshiradi va dizaynni to'ldiradi. Kapotdagi chiziqlar avtomobilga sportcha va dinamik ko'rinish beradi. Orqa qismga qaraganda chiroqlar endi yanada keng va yuqoriga cho'zilgan bo'lib, dizaynni yanada jozibali qiladi. Korpus ranglari orasida oq, qora, kulrang, moviy va maxsus bordo rang variantlari mavjud bo'lib, xaridorlarga keng tanlov imkonini yaratadi. Yon tomondan qaraganda, Lacetti silliq va oqimli chiziqlarga ega bo'lib, aerodinamik jihatdan ham samaradorlikni oshiradi. 16 dyuymli gildiraklar zamonaviy disklarga ega bo'lib, nafaqat tashqi ko'rinishni boyitadi, balki yo'l tutish qobiliyatini ham yaxshilaydi. Avtomobil uzunligi 5 metrga yaqin bo'lib, O sinfidagi eng qulay o'lchamlardan biridir. Bu uni shahar ko'chalarida boshqarish va to'xtashni osonlashtiradi. Ichki qismga kelsak, Lacetti saloni zamonaviy va ergonomik tarzda ishlab chiqilgan. Salonda qora va bej rang uyg'unligi ustunlik qiladi. Plastmassa materiallar yaxshi sifatli, yumshoq teksturali bo'lib, teginishga yoqimli. Markaziy konsolda 8 dyuymli sensorli ekran joylashgan bo'lib, u orqali multimedia tizimi, Bluetooth, radio va smartfon ulanishi funksiyalarini boshqarish mumkin. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Rul gildiragi teri bilan qoplangan bo'lib, ko'p funksiyali tugmalar bilan jihozlangan. Haydovchi uchun barcha kerakli ma'lumotlar old panelda raqamli shaklda ko'rsatiladi. Salon keng va yo'lovchilar uchun ham qulay. Old o'rindiqlar sozlanadigan bo'lib, orqa o'rindiqlarda esa oyoqlar uchun yetarli joy mavjud. Bagaj hajmi 405 litr bo'lib, bu kundalik ehtiyojlar uchun yetarli hisoblanadi. Endi esa avtomobilning ishlash qobiliyatiga to'xtalsak. 2026 yilgi Chevrolet Lacetti 1.5 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 115 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu dvigatel avtomobil uchun yetarli darajada kuchli bo'lib, yo'lda o'zini ishonchli tutadi. Avtomobil 6 pogonali avtomat yoki mexanik uzatmalar qutisi bilan taqdim etiladi. Dan 100 km/soatgacha tezlikka chiqishi taxminan 11 soniyani tashkil qiladi. Yoqilgi sarfi shahar ichida 8.5 litr atrofida bo'lsa, trassada 6.5 litrgacha tushadi. Bu ko'rsatkich O sinfida Lacettini tejamkor avtomobillar qatoriga qo'shadi. Haydash paytida avtomobilning osma qismlari yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi, rul esa aniq va sezgir ishlaydi. Shovqin izolyatsiyasi avvalgidan yaxshilangan va dvigatel tovushi deyarli eshitilmaydi. Xavfsizlik tizimi ham yangilangan. Avtomobilda ikkita oldi xavfsizlik yostigi, ABS, ESP, orqa park sensori va tormoz yordam tizimi mavjud. Yuqori komplektatsiyalarda esa orqa kamera, yo'l belgilari aniqlash funksiyasi va favqulodda to'xtash tizimi ham mavjud. Bu funksiyalar haydovchining ishonchli boshqaruvini ta'minlaydi. Narxiga kelsak, 2026 yilgi Chevrolet Lacetti o'zining segmentidagi eng maqbul narxga ega. O'zbekiston bozorida boshlang'ich narxi taxminan 170–180 million so'mdan boshlanishi kutilmoqda. To'liq komplektatsiya esa 220 million so'mgacha yetishi mumkin. Bu narxga siz zamonaviy dizayn, ishonchli texnika, qulay salon va xavfsizlik tizimlariga ega bo'lasiz. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Chevrolet Lacetti bu o'z narxiga yarasha juda ko'p imkoniyatlarni taqdim etadigan avtomobil. U har tomonlama balanslangan bo'lib, ham oila, ham shaxsiy foydalanish uchun juda mos. Agar siz ishonchli, qulay va chiroyli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, Lacetti albatta sizga mos keladi.